Cristiano Ronaldo, uning o'g'li Junior. Endi xabaringiz bor, ikkalasi ham juda ham zo'r formada, aynan Ronaldo, katta Ronaldo o'zgartirib bo'lmas, hamda to'xtatib bo'lmas darajada o'zgargan va uning o'g'li ham hozirgi paytda Portugaliya U16 terma jamoasiga chaqirilgan. Xabaringiz bor, uning o'yinlarini kuzatib boryapti juda ko'p futbol muxlisi va mutaxassislari va shuning orqasidan uni 2026-yil mundialda otasi bilan birgalikda Portugaliya terma jamoasida to'p surishini ko'p kishi xohlamoqda va bunga juda ham yaqin kelishmoqda, chunki uning o'yin darajasi xuddi otasiniki kabi juda ham yuqori va potensiali juda ham yuqori darajada. Qani ko'ramiz, 2026-yil mundialda ota-o'g'illar Portugaliya terma jamoasida harakat qiladimi yoki kichik Ronaldo bunga erisha olmaydimi? Endi o'yinlari qiziq, jarayon qiziq va tabiiyki ularning birga o'ynash davri ham albatta qiziq bo'ladi. Siz esa ular haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va menga obuna bo'ling. Futbol dunyosi hamda dunyo futbolidagi eng so'nggi xabarlar biz bilan.